Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi xizmatimizda M86 miyamiz bo'ladi. Lada Vesta'ni miyasi bo'ladi bu. Bo'yapgan muammosi nima? Lada Vesta'miz bir oy davomida akkumulyator qo'yib qo'yishgan, mashina qo'yib qo'yishgan holatida o'zidan o'zi o'chib akkumulyator o'tirib qolgan va o'tirib qolgandan keyin akkumulyator yangi qo'yib turib zavat qilamiz deyishsa, mashinamiz yurmay qolgan. Endi bunda nastalik ulanib olganimiz hozir skammasterkan adapterimiz bo'ladi. Raspinovkasi shu. Mana shu orqali hozir ulanib olganmiz. Plus buni hozir qilayotgan ishimiz immov maqsadimiz. Immov urib turib mashinamizni zavat qilib olish. Sababi nimaga immov urishingga desangiz, BSM blok ketib qolgan hozir. BSM blokda muammo bor. Endi o'sha muammosini hal qilish yo'li vaqtincha bo'lsa ham mashina zavat qilib turishimiz uchun imkon darajada immov bilan hal qila olamiz, ustaxonaga olib kelib olish uchun. Shunaqa muammolarga uchramaslik uchun imkon darajasida do'stlaringga jo'natib qo'yasizlar. Lada Vesta bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, xudo xolasa Lada mashinalari imkon darajasida akkumulyator uloqni holatda tashlab ketmaydi mashinani. To o'tirguncha потребление to'ki pasaygan sari mashinamiz blokka tushib qolaveradi. O'shani hisobida mashinamiz zavat bo'lmaydi, BSM blogimiz kuyib qolish ehtimoli bor. Shunga shu videoni podreziya qilib qo'yasizlar. Imkon darajada uzoq yo'lga safarga ketadigan bo'lsa, akalarimiz kelayman uzib qo'yishsa, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Akalar xizmatlar bo'yicha bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Immov tuning proshivkalar bo'yicha ham, любой xizmatlar bo'yicha, mana shu diagnostika bo'yicha ham o'zimizga murojaat qilaverasizlar akalar. Aloqadamiz akalar, joningiz sog' bo'lsin.